Bu hayat seferimizde beşimizga her xil her yanız dertler keladigan do'stlar, bugun sizlar bilan paranglashgan tema bo'lsa, beşimizga kelgan shu qat dertler bilan biz qandoq taqab o'tiramiz hamda beşimizga kelgan shu dertlarga qandoq bir ko'z qarashda bo'lamiz degan temani paranglashimiz. Men shu nurg'un do'stlar bilan paranglashimdan nurg'un do'stlar ma'sishin qilib o'ziniki beshiga kelgan dertlarini so'zlaydi. Bizning cho'nglarda bir gap bor. Palanchi nayti yaman beşiden soğuk çık ötken dikkat kılınıp buydu. O gapning ma'nosi o insonni eski deganlik emas. Hiç bilsak bu gapni onun beşiden cıqdat kelgan beşiga. Hem de ashtatlarning hammasini bir-birlab dastlab o'tib, dislab o'tib, hozirgi shu yaramliq inson holatiga shu nurg'un dardni dislash orqali kelgan inson ashundan o'rgan, ashundan bilan berib paranglash deydi-ku bizning cho'nglar. Jib o'qib bunda aqlli bo'lib ketgan demaydi. Bu jiq o'qib o'tgan insonlar aqlli bo'lmaydi bu jahonda uchun. Jiq dad ko'rgan insonlar aqlli bo'ladigan joy ekan bu. Ne o'qigan, ne vahshiy bolalar bilan paranglashib boqamiz. Bu o'qigan narsa tayinli. Ma insoniyatning nurg'un dadlar bilan uchrashgan odamlarning og'zidan boshqa bir gaplar chiqadigancha, nayt insonni o'ylantiradigan gaplar shu jiq dadmanlarning og'zidan anglagan bo'ladi. Hamda bu insoniyatda biz nurg'un yil yashaymiz, 30 yil, 60 yil, 80 yil, ba'zida 100 yoshga kiradi. Mushu insoniyatda inson nurg'un har xil har yangi ishlarning ishkini ichib boqamiz, tijoratning ishkini ichib boqamiz, muhabbatning ishkini ichib boqamiz, to'y qilishning ishkini ichib boqamiz, qarz elishning ishkini ichib boqamiz, eglik tiklashning ishkini ichib boqamiz, onun ishkini ichib boqamiz, ming xil, 10 ming xil ishlarni ichib boqamizda. Har bir ishni ochgan vaqtimizda o'ziga yarasha bir dard bizni kutib turg'uliqda esimizda chim tutishimiz kerakki, buning keyin cho'qim bir dard bor. Men o dardga tayyorlik qilishim kerak. Har vaqt dardlarga tayyorlik holatda turishimiz kerak ekanda, mayli muhabbatni olamdi, mayli tijoratni olamdi, har xil har yangi olimlarning deyishicha, dardsiz yashagan insonningki sarang bilan farqi yo'q deydi. Bu dard degan narsa faqat insonningki texim aqlli bo'lishiga, texim yaramliq bo'lishiga, texim sabrchan bo'lishiga, texim to'g'ri qarorlarni chiqara oladiganligiga, texim aql bo'ladiganligiga sababchi bo'ladigan bir narsa bu debchi. Masalan, hozir ekran oldida mana bu filmni ko'rib o'tirayotgan sizni bugungi siz qilgan, sizningki hozirgi dunyo ko'z qarishingizniki hosil bo'lishiga sababchi bo'lgan nima? Sizning o'qiyotgan kitoblaringiz emas. Sizning o'rganayotgan o bilimlaringiz emas. Shu sizningki o'tmishda besib kelgan nurg'un dardlaringiz. Mana bugungi sizni siz qilib hozir telefonni qo'lingizga tutib o'tiryapsizda. Bu dard degan narsa dunyodagi eng shaxsiy bir buyum ekanda bu. Masalan, telefonlar, mening telefonim bu shaxsiy buyumim buchun. Ammo bu telefonni mening telefonim chiqib qolsa birisi ilib oldi. U foydalana oladi bundan. Ya sitib turdi, ya o'zi ishlatadi. Sening telefoningni men ilib olsam, men foydalana olmayman. Dunyodagi birdan bir faqat seninki. Faqat seninkilar. Boshqa hech kimga tetamaydigan narsa bu dard bu. Hozir men sana mening mana dardlarim bor desam, sana tetamaydi. Sening dardlaringni menga deb bersan, men faqat anglab qo'yman, menga tetamaydi. Mening dardlarimningki mening qalbimga yetayotgan azoblarini, mening yuragimni qanday og'ritayotganligini men sana tilim bilan deb sana his qildirib bo'lamayman. Sen dardlaringni mening yuragimni manda og'ritsan, men bilmayman uning qanday og'ritayotganligini. İnsoniyatda har bir insonga nayt shaxsiyning shaxsiysi bo'lib beriladigan bir narsa faqat bu dard. Hech kim bu sening dardingni hal qilib berolmaydi, faqat o'zinglar. İnsoniyatda nurg'un yil yashaymiz. Shu nur qancha yil yashsak, shuncha yil dard bilan ham hapilishimizda. Shuning uchun nurg'un do'stlar beshiga bir qattiq dard kelgan vaqtida yiqilishni qaror qildiganlar ko'payib ketibdi hozir. Yiqilmaslik kerak. İnsonni inson qiladigan dard shu. Shundoq bir zamonlar yashayapmizki, agar oldingizga kelgan dardni siz bek cho'ng ko'rib, o'zingizdan cho'ng ko'rib, xato uchun oldimizga mayli har qanday dard kelsin, biz bu dardni kichik ko'rishga odatlanaydi, kichik ko'ramiz. Qancha kichik ko'rsak shuncha yaxshi. Oldingi dardni dislab o'tib ketgan. Seni ham dislayman.
kelgusida keladigan dardlarga men tayyor deb yashagan vaqtida inson bu dardlarni qanday deb tislavergandan keyin tutib ketadigan gapkanda bir dard shunday kaslam yiqilsangiz voy apla menga dard keldi men qopolmadim endi qanday qilaman desangiz hozirgi jahon sizning yiqilgan vaqtingizda aka yo'layman deydigan qo'l yo'q qatti yo'q vahshiy yo'q dal shu siz yiqilgan vaqtingizda to'pingizdan dahshat o'tib ketimi deyotgan insonlar ko'rmang bir zamonda yashayotimiz shuning uchun esimizni chang tutaylik do'stlar dardni kichiklatib ko'raylik-da lopaynakni ko'rib olmaylik yo'g'antib o'zingiz qo'rqib ketasiz o'zingiz bo'lgan ishonchingiz tuvallab ketib qoldi amal va o'zingizni yiroq tutib o'zingizni yiroq qilib dardni kichik qilib ko'rib yasayma deyish kerakda bu insoniyat yashayaptimizki dard uzilmaydi o'tib ketgan kunlardagi dardni qanday yasagan bo'lsangiz hozirgi dardingizni shunday yasaysiz kelgusidagi dardlarni tayyor turishingiz kerak ashuni siz o'zingiz yasay olasiz dard uzilmaydi dard nafas to'xtaganda uziladi mana bu hayot rahmat